dilini men kişle tanıdın mığız teşnalı kıyınıgan şu demde meni ne derya hatta ki huri didini teşnalı kıyınıgan şu demde meni ne derya hatta ki huri didini Ötükçe birimiz canlı lütfla untimiz hatta cananlı turmuşnun bisimi kıynap her vakit ayrımaz bop kaldık yakşı yamanlı turmuşnun bisimi kıynap her vakit ayrımaz bop kaldık Adamın ahval qanday? Ahvoli hozircha turaqlashdi. Lekin yana bir mezgil obdaroq bitilmasi bo'lmaydi. Shunga boshqa shaharga davolang'ili ketdi. Boshqa shaharga? Nima ishqa? Men dadam bilan ko'rishishim kerakdi. To'g'ri tushungan bo'lsangiz, hozircha bo'lmaydi. Siz bir taraf qilgan nurg'un ishlar bor edi. Nima ishlar? Bosh lider ma'lum vaqtda sizning shirkatning muavin lideri qilib tayinlab, o'zining barliq huquqini ham shirkatning ishlarini sizga topshirib olgan. Shu ishlarni bir taraf qilmasangiz bo'lmaydi. Tushundim. Dadam yana boshqa gap qilmadimi? Bosh lider yana o'zining hozirgi ahvolini shirkatdagi paychilarga, boshqa xizmatchi xodimlarga bildirmaslikni qayta biladi. O'zingizni bilasiz, paychilar faqat foydalanishni ko'zlaydi. Bosh liderning ahvolini bilib qolsa, shirkatda davolag'ish bo'ladi. Xizmatchi xodimlar bilib qolsa, ushaq gap so'zlar olib ketadi. Shuning bilan xizmatning unimiga ta'sir ko'rsatadigan gap. Shunga ularni bilmay turgani yaxshi. Lidersiz chet elda qancha yil o'qidingiz? 5 yil. 5 yil. Bu 5 yilda qanchalik qizlar bilan yurgansiz endi? Nima savolimdi bu? Endi deyman-ku, chet elning qizlari chiroyli bo'lgan ekan,
Yaxcan sizni mi jim yumidi deyman qo'y. Ya endi bunda o'ylab baksam, bak ta'lingiz var ekan ma'lum deydi. Ha, mening dadam chet elda o'qitgan bo'lsa, men mana shu chet elning qizlar chiroyli qolgan ekan, kunda almashtirib başı. Turmush degan bunda o'z payzonmam deyman. Shunda bu. Siz fotograf qiz qapsiz? Yo'q, endi zerikkanda shu anchamish tatib qo'yma. Menimcha siz fotograf emas, boshqalarning turmushi bakra qiziqadigan tursiz, ha? Yo'q, men hamda zerikkanda ishdan tushgan vaqtlarda anchamish tatibman. Mush jarayonda hamda Bo'ldi. Gap noz qilib yo'lingizga qarang. Ha, bo'ldi. Sen başta oyluğun da bakmamsın. Menimcha o'siga danglik cho'lpondan bir ishni taklif qilib, biroz Sud saroyining chiroyli yerini tanlab ham ko'rishga qilsak bo'ladi. Menimcha ssenariyni qanday yozgan bo'lsa, shu bu ish tatqin. Ssenariyda Sud saroyi deb yozilgan. Lekin bu mahsulotning egasi mening mahsulotimni 3D holat ishlab beringlar degan talabni o'tirib qo'ydi. İşin oңай ekan go. Xeridanni rozi qilsang bo'lgan ish ekan go. Voy. Ey, bu xaridarni rozi qilaman degan bilan o 3D holat ishlasak, am mahsulotning aloyiligi ko'rilmay qoladi edi. Oğu şu. Lekin sening yaxshi ko'ngling xerida tushunmaydi. Nima man? Bak charchadim juma. Hey bo'pti, sen shuni qilavergin. Men bunda aylanib bir kalam arama bo'lg'ach, surat olgan maydonni ko'rib kelay. Ishqilib, men go'shim kuymaydigan, sixmi kuymaydigan ishni qil. Ma'qul adash. Ma'qul. Oylaylar. Muşunda adamım şirket işildi otamızla. Oy kimdi atacağız? Oy. Oy çıkak beşinizden ağırtık etken hoşmam da. Oy silahını konda çıdığın silahı deyim. Oy biz künep kaptık. Ma balne sizden dadınız ekegen. Biz işlep yerip ketken vaktimizde bu taktuk qilib bizni güldürdü. Ay her bir eğiz gibi bizge yumurdek tuyulup gitti. Ma şirket bunda adamdan birat yerimtal boğunu yaxşı mümkün deyim. Onda oyluğa yeriniz olsa boptu. Maqıl. Maqla. Geldim. Çıkıverdim ben. Ha, hazır. Keçir ha. Kila ayda saylam ötküzmekçe. İşkinla kullanılan kişini pak istiyor tutunlar. Nemi saylam ki bu? Bizden elan bölümümüzden bölüm başlıklı saylamıca. Burunqi başliq ma'lum sabablar tufaylidan xizmatdan istifa berib ketib qoldi. Hozir e'lon bo'limining boshliqning o'rni beka. Shunga bu ishni vaqtida bitirib qilmasa qolmaydi. Haras. Layan qachon topshirsak bo'ldi? Kila ayning 4-kuni. Bo'ldi. Ishinglarni qilaveringlar. Bo'ldi. Ma'qul. Haras.
Maydonni ko'rdingmi? Ha shu sud saroyida asa quliga o'xshaydi. Qachon tozalgan bo'lding? 2 kun degan desam bo'ladimikin? Ha, o'tdi. Sen tayyorlig'im qilavergan. Meni ozroq ishim bor, kiriktirdimi? Ma'qul. Men qaytdim bunda bo'lsa. Kütley desem yaşırıp su bulay toprak bulay Yayray desem şatlanıp güç bulay kuvvet bulay Argınında beni oyla 2, 3, 4 Ben sana hemra bulay Abidede birli tolla şu haman peyda bulay Abide vitaminlik kuvvet içimligi Kulüp ekildi. Merhamet. Süpetlik turmuş zamanıvilikning namoyandisi ziyrak ahli iqtidorli klub To'xtama. Yangi bilan to'xtamchi. Hamma. Ha, lider yaxshimi? Ha, yaxshimi? Voy, bu kichik ishlarni amma balla o'zir qildi emasmi? Yana charchab yurmang hamda. O'zim bir tekshirib etmasam xotirjam bo'lolmayotganman. Voy, ishdan ishdingizmi? Ha, men kechlik tomoq boramayman. Semina qo'shib ishlayman. Bo'ldi, ma'qul. Amsa, vaqtida yetkazib bering, ha? Chatoq yo'qdi. Bu yosh lider qandaroq ekan? Kelishganga. Bu qizlarni kelishganli bo'lib qolmay, qo'ldan xalal ishkildi ekan. Men baylarning ballarini Aqnonchi, O'rin qo'lda ish kelmaydi deb xato o'ylayapman. Baş lider yo'qolib ketgili xili bo'ldi. Anglashlar qaraganda ish kirdi cho'ng turlar bilan oldirashmish. Uning ustiga chet eldagi o'g'ilni shirkatga kelib qo'ydi. O'zining qarsini ko'kasmadi. Buningda cho'qim bir gap bor. Hemen meydan görüntüme. Hazır mı? Ben şu sotsunu. Top oldu mu? Ben hatırlayacağım buradan her yapını. Kötü ne olur? Hiç kasar oldu ya. Kötü mü? Karışıklısı yok. Ben sizi soktum öldürsem. Nasıl mı bana? Karışıklısı yok. İşte yok. İşte bu var da. Ekran çıkılıp tutup bakılmış mı? İşte yok. O zaman hoşta olma. Hoştasam bu. Ya bu mısın? Hazır bir duymak kızı bilen bir kıyafet. Ya oldu. Kim o zaman hoşta olma. Siz ben köygen kızlar içindeki en çıraylık değilsiniz. Kızlarni soqib qo'yib peshtamoqda aytgansizda. Voy ya, aynen. Çıraylık kızlarını çıraylık deyimiz de. Siz meni to'laydiganingizga gapirib Sizni köygen
Qaysi kuni ostidagi qavatmi deyman. Kiyim ko'ravet ekansiz shu vaqtda kelgan. Ha. Men odat bilan chiqib kelman. O'zim bozorni yaxshi ko'raman emasmi? Ha. Lekin men sizni kechirib ko'rganda Siz bizga diqqat qilmaysiz-da. ya undaqda ketib olmaydi. Biz mana chiroyli qizlarni ko'rsak biz diqqat qilamiz. Siz yolg'iz bozorni yaxshi ko'rib ekansiz-da? Odat o'zim yolg'iz yurman. Bozorni supuradigan do'stlaringiz, masalan, o'g'il do'stingiz yana yo'qmi? Yo'q. Chaq-chaq qilmanglar. Sizdek chiroyli qiz bilan o'g'lashadigan ne o'g'illar bordi? Meni ondoq pulni ko'z qilib chiroyli qizdan qulchidan bevachchalardan qo'shim yo'q. Undami deb ketgan. Pul bo'lmasimi bo'lmaydi. Buloqqa mushunda Arzu? Arzu? Ay nima deysa? Jinan xotin bir azroq pul beribdi. Nim qilsa? Balalar o'tirib olib qoldi, bir berib kelay. Sen menga tekkanmi? Men sana tekkanmi? Voy, o'xshashli bir ish qo, berib turg'ini. Voy, pul yo'q, hammani ishiltib bo'ldi. Voy, yolg'on gap qilmay, azroq berib tur. Voy, yo'q davatda men menda qilgan. Pul beramsan, bermabsan. Ang yaxshi yoqamni qo'yat, Pikachu mushular yeysa. Pul beramsan. Hey, maash u yoqdan chiqib, bu yoqdan xashlab bo'lding, qaysi pulni berma? Sening maoshing-chi? Qolgana yo'qolgana o'shligimda. Pulli ish bo'lsa yo'qlar mana. Maoshim to'g'ri.